Hammaga xayrli tong. Ismim Azbek, yangi bo'lsanglar, o'zimni tanishtiraman. Garvard talabasiman. O'zbekistonlikman. Bugungi vlogda Garvarddagi shu birinchi semestrimizdagi oxirgi o'qish kunlarini sizlarga ko'rsatib bermoqchiman va imtihonlarni. Hozir soat 7:30 ga yaqinlashyapti. Kun bo'yicha seshanba 2-dekabr 5 ta imtihonim bor shu semestr yopib olish uchun. Birinchisi bugun 10:30 soat. Hozir nonushtaga ketyapman. Nonushtadan keyin shunga tayyorlanaman. Bu imtihonda bo'yicha unchalik qo'rqqanim yo'q, chunki shu dars davomida qilingan mashqlar o'zi anchagina foyda bergan. Lekin bundan keyingisi bitta insho olishim kerak. 1000 so'z, 2000 so'z atrofida. Bunga bir 3-4 kun sarflayman. Keyin iqtisodiyotdan testim bor. Unga ham 2-3 kun tayyorlanishga sarflayman. Undan keyin fanli project bor. Research qilish kerak. Uni ham hammasini tushuntiraman keyinchalik. Unga ham 3-4 kun sarflash kerak. Undan keyin yana bitta inshaalloh. Uni deyarli ancha qismi tayyor, lekin ustida ishlash kerak. Unga ham manimcha 1 kun ketadi. Bizda ertaga oxirgi o'qish kuni. Garvardda qanaqa o'qish tizimi desanglar, demak har xil fanlarda har xil bo'lsa ham, asosiysi ikkita midterm, bitta final exam bo'ladi. Midterm bu oraliq nazorat, final bu yakuniy nazorat. Endi semestr qachon tugaydi? Bizda demak semestr darsda 3-dekabr tugayapti ertaga. Bir hafta keyin reading period deydi. Tayyorlanishga vaqt beradi, lekin baribir ko'rganingizda ikkita fandan meni reading perioddan. Bittasi reading period hali boshlanmasdan, bittasi reading period o'rtasida examim bor. Qolgan 3tasi keyingi hafta. O'shaning uchun unga sal ko'proq tayyorlanishga vaqtim bo'ladi. Lekin baribir o'shanga qarab vaqtimni to'g'rilab olganman. Qaysi birida ko'proq vaqtim bo'lsa, uni oxirroq tayyorlanaman qilib. Sovuq havo. Hozir nonushtaga ketamiz. Demak, sizlarni nonushtada ko'rsataman. Ba'zi bir odamlar qanaqa qilib nonushtasida yashaydi bilmadim, lekin men nonushta qilmasam ko'nglim umuman yaxshi o'tmaydi. Ya'ni sutga to'lib bo'lmaydi. Kofe qildim, kofe yaxshi chiqmadi. Qaytadan qilaman. Choy ichamiz. Qora choy ichasizmi yoki yashil choy ichasizmi? Ko'k choy dedim, bu yoqda yashil. Hop, ko'rsatsam. Mevalar. Bu xullas yogurt bilan oat va ustiga asal qo'shilgan. Ikkita tuxum. Endi boshladik. Ko'p turgan edi. Ko'p marta videolardan ko'rsatganman o'zi. Oshxonamiz. Nonushta qoldim. Endi hozir imtihonim bo'ladigan joyi yonidagi kutubxonaga dars qilishga kelyapman. Soat 8, imtihonim 10:30 bo'lsa 2,5 soat dars qilishga vaqt bo'ladi. Men qor yog'ishni boshladi. Hozir qor yoqqanini ko'rdim. Kutubxonaga yetib keldim. Bu kutubxonaning kafesi. Kutubxona tomonga o'tmadim, chunki u yoqda gapirish mumkin emas. Bu yerda gapirish mumkin, baqirib qilish mumkin emas. Bu yerda ham shuning uchun hozir ovozimni sal pasaytirib gapiryapman. Demak, 2,5 soat o'qiymiz. Men hozir planim qanaqa desanglar, planim practice examlar bor. Taxminiy imtihonga o'xshash. Shulardan foydalanib tayyorlanaman va yodlashim kerak bo'lgan formulalar bor. Shularni yodlayman. Soatimiz ro'pa rosa 7:59. Demak, 2 soat endi bu yoqda oradan masalan pauzalar bo'ladi, u bo'ladi, bu bo'ladi. Toza 2 soat dars qilsa bo'ladi deb o'ylayman. Moment of truth. Imtihonga ketyapman. Soat 10:20lar, 13 vaqt bor. Bitta formula, bitta qatab olamizda. Bitta duo qilib kirib chiqamiz endi. Ham shunaqa qiyin bo'lmaydi. Yaxshi bo'ladi. Midterm bu umumiy semestr bahoyim 25% hal qiladi. Binoda bo'ladi hozir. Shu yonimizda ketayotgan binoda. Demak, 1 soatlardan keyin sizlar bilan ko'rishguncha. Hozir soat 12 bo'ldi. Imtihondan 50 minutlarda chiqdim. 2 martalab tekshirib, hamma narsani yaxshilab tekshirib, xudo xohlasa zo'r bo'ladi bahosida. Qiyin bo'ldi lekin birinchisida anchagina miyani qotirib o'tirdim. Keyin abetlanib chiqdim. Endi hozir soat 1:30da ikkinchi darsim bor. Bu meni eng yaxshi ko'rgan darslarim desa bo'ladi, menimcha eng yaxshi shu. Shuni oxirgi darsi. Endi hozir keyingi imtihonim shu darsdan imtihon emas, insho olish kerak shu haftaning oxirigacha. Shuning uchun hozir o'tirib shunga tayyorgarlik ko'raman. Mavzu tanlashim kerak. Sizlar bilan endi taxminan
juma kuni ko'rishamiz. Yo'q, juma emas. Payshanba kuni ko'rishamiz. Shu payshanba kundan boshlab yakshanbagacha polni ustida ishlayman. Shungacha xayr sizlar bilan ko'rishamiz. Hammaga xayrli tong o'rtoqlar. Bugun kun juma. Imtihonlar xursand bo'lish kerak. Nasib etsa 2 hafta emas, 1,5 hafta qoldi. 1,5 haftani shunday o'tkazmoqchi. Bu yoqqa keyin ta'til. O'zbekistonga qaytamiz, sog'inib ketganman. Juda ham sog'inib ketganman. Endi planlarimiz. Birinchi imtihonni sizlar bilan o'tkazib oldik. Yana 4 ta qoldi xolos. Bu haftani oxiriga bitta shu topshirishimiz kerak. Bu hafta polni shu ishlaymiz. Kecha, bugun, ertaga, indinga shuni ishlaymiz. Hozir soat 9 ga yaqinlashyapti. Nonushtaga ketyapman. Nonushtada shu xuddi ustozimiz bilan office hours bor. Office hours bu birga o'tirib gaplashib naqsiz bo'ladi. Bizlar ana bir holga keladi, birga nonushta qilib, savollarni ham so'rab olaman shu haqida. Juda sog'. Qo'llarim muzlayapti sizlarga yozaman. Keyingi kunimiz bu. Mana bugun kecha juma kuni edi. Olganimda adashmasam video olganim oxirgi payshanba kuni edi. Mana hozir shanba bo'ldi уже. Payshanba kuni bitta kitob tugatgandim. Kecha yana bitta kitobni tugatdim. O'sha paper yozishim uchun o'qishim kerak bo'lgan. Hozir уже uni yozishga o'tdim. Demak, nima haqida yozyapman? O'sha aytdim nima haqida yozayotganimni. Hozir abedga ketyapman. Abeddan chiqib yana dars qilamiz. Hozircha bugun xonamda dars qilyapman. Bilmadim, men xonamda qilgim kelyapti. Qor yog'ayotdi. Sizlarga o'shani ko'rsatish uchun sal oxirroq chiqdim abedga. Qor to'xtab qoldi, lekin sal yaxshilab qarasanglar ko'rinadi-yu, lekin to'xtab qoldi. O'zi shunaqa bo'lyapti. Bir boshlaydi, bir to'xtaydi, bir boshlaydi, bir to'xtaydi. Hammaga salom o'rtoqlar. Kecha sizlar bilan gaplashuvdik. Bugun уже mana yakshanba. Bugun shu imtihonni topshirishim kerak. Soat 11:59 deadline'imiz. Hozir soat 6 kechki bo'lyapti. Deyarli tayyor bo'lib qoldi. Faqat rosa qiynalyapman. Bu to'g'risi shu paytgacha shu darsda 3 ta insho yozganman. Birinchisi Plato haqida edi. Platoni Respublika kitobi bor. U yoqda aytadi, bitta unga qarshi chiqqan odam aytadi, qonunlar hokimiyatga o'tirgan insonlarning foydasiga ishlaydi deb aytadi, lekin Plato aytadiki, yo'q, bu jamiyat foydasiga, odamlarga foyda beradi deydi. Shu bo'yicha yozganman. Ikkinchisida bo'lsa Karl Marx degan odam bor. Masalan, sotsializmni asosiy bir yozgan odam deb aytadi. Shu kommunistik partiya ham shunga follow qilgan deb aytadi. Shu odamni qanaqa qilib ishlar kapitalizm odamlarni degrade qilish, ya'ni buzib tashlashga qarshi chiqib yozgandim. Bunaqa emas, kapitalizm bizga yaxshi deb. Hozirgisi o'sha uni oldin aytdim, shu endi Aristotelni politika kitobiga, ya'ni davlat qurish haqidagi kitobiga yozyapman. To'g'risi bu eng qiyini bo'lyapti. Karl Marxga eng kamroq sarflagandim, o'zim to'g'risi qoniqmagandim. Bundan ham hali qoniqqanim. Birinchi Plato yozganim o'zimga ko'proq yoqqandi. O'zi menga bu yoqda javoblardan ko'ra o'sha yozish vaqtida ko'p o'rganishlar yoqadi. Ya'ni, masalan, Platoni yozayotganda o'zimni yangi narsalarni o'rgangan, o'zim haqimda, o'zim fikrlashlarim shu siyosat haqida. Har yozganda shunaqa narsalarni yangi o'rganaman. Hozir ko'p narsani yangi qaytadan o'ylab ko'ryapman. Qiyin bo'lyapti, bu juda qiyin bo'lyapti. Promptni bizlarcha juda qiyin deb o'ylayman. O'shaning uchun bitganda o'zi narsani o'yladim, nimaga shuni chiqarmasligim kerak publikga. Shuning uchun Telegramga shu 3 tasini chiqarmoqchiman, shoriy qilib. Faqat ingliz tili bo'ladi. Endi o'zbek tiliga o'girib o'tirgan hozir vaqtim yetmaydi, afsuski. Agar kimdir o'girsa zo'r bo'lardi. ChatGPTga qo'yib qo'ydim, yaxshi o'giraman. Shuning uchun menimcha agar odamlar o'zlari ingliz tilida o'qisa yoki keyinchalik xohlasa ChatGPT tarjima qilsa yoki kimdir tarjima qilsa zo'r bo'lardi. Shu yerga tepaga linkni chiqarib qo'yamiz. Bu yerda ham link bor. Telegram kanalimga joylayman. Kirib agar qiziqsangiz o'qisanglar bo'ladi. Demak, shunaqa gaplar hozir. Shuning uchun menga omad tilaysizlar. Demak, oz qoldi, xudo xolasa. Men sizlarga yana update beraman. Topshirayotgan paytimda birga sizlar bilan topishamiz shu bugun. O'rtoqlar, soat 10:30 bo'ldi va nihoyat topshirdim. Mana ko'rsanglar, submit otdi. Bir o'qimoqchi bo'lsanglar, Telegramga kirib ko'rsanglar ham bo'ladi va shu yerda sizlarga bitta muhim narsa, shu Instagram yoki Telegramga follow bo'lib qo'yish, chunki bu video chiqqanda kech bo'lgan bo'ladi, lekin men hozir o'sha midterm 1 midterm 2 final paperimni hammasini olib Telegramga qo'yganman va bitta competition boshlayapman. Kim shularni o'zbek tiliga yaxshi tarjima qilsa, eng yaxshisini tanlab olib, unga Garvarddan futbolka oboraman. U insonga aynan Garvardda chiqqan, Garvard magazinida bo'lgan, o'zi qo'lim bilan O'zbekistonga yaqinda
AQShda borganimda ularga yetkazib beraman bir insonga shunaqa narsalar qolib ketib qolasizlar agar Telegram yoki Instagramga obuna bo'lib qolmasanglar. Shuning uchun yo'qda linklar chiqadi. Telegram, Instagramga obuna bo'lib qo'yinglar. Demak, bugun kech bo'ldi. To'g'risi rosa qiynaldim buni yozishga. Zo'r yozdim deb o'ylamayman. Qiyin bo'ldi, lekin nima bo'lsa ham bo'ldi. Endi keyingisiga o'tamiz. Ertaga sizlar bilan ko'rishamiz. Ertaga nima bo'yicha tayyorlanishimni aytib beraman. Bugun rosa charchadim, shuning uchun hozir sal dam olishga haqqim bor deb o'ylayman. Demak, ertaga ko'rishguncha o'rtoqlar. Kun sizlar bilan kecha ko'rishmadik. Dushanba kuni vasallamni qilmadim. Boshqa narsa ish bo'yicha ishladim. Bu yoqda ishlayman. Garvardda shuni qilishim kerak edi. Bugun kunga seshanba. Men nihoyat keyingi imtihonga tayyorlanishni boshladim. Keyingi imtihonim iqtisodiyotga kirish darsidan. Imtihon payshanba kuni. Menda 2 kun dars vaqt bor. Hozir bitta praktik test qildim. Qaysilarni qaytarishim kerak mavzularni bilib oldim. Endi hozir xonamga qaytyapman. Ko'rinishlarni qaytaraman. Keyin dinyorga chiqib, dinyordan keyin yana bitta praktik test qilib, shunaqa qilib 2 kun vaqt o'tadi. Sizlar bilan oxirgi marta gaplashganimga 2 kun bo'libdi. Qattiq tayyorlandim. Yaxshi bo'ladi. Imtihon kuni bugun payshanba. Imtihon soat 9 da. Hozir soat adashmasam 6 ga yaqinlashyapti. 6 dan 10 minut, 15 minutga bo'lishi mumkin. Hozir men eng oxirgi tayyorgarligim o'tgan ketyapman. Kutubxonaga boraman birinchi. Bitta practice test bor, ya'ni bitta o'xshash test bor. O'shani yechib ko'raman. Kecha oldinlar yaxshilab tayyorlandim. Nasibsa yaxshilab xohlasa, menimcha yaxshi bo'ladi. O'rtoqlar, imtihondan chiqdim. Hozir mana shu bitta xona bor. Ham binoda mashta bor edi. Imtihon haqida gapirsam 3 soatli imtihon. 75 ta savol. Polni semestr bahona 40% shunga bog'liq. Daftarga qarab 3 soat tikka o'tirdida. 5 minut qolganda chiqdim shekilli. To'g'risi o'zi qiyin qilishadi. Practice testlarga qaraganda oson bo'ldi deyman. Bu endi bu yog'i ko'ramiz. Yana boshqa imtihonga tayyorlanish kerak. Sizlar bilan yana qaytaman. Ko'proq ma'lumot berib o'taman. Keyingi imtihon qanaqa bo'ladi? Salom o'rtoqlar. Sizlar bilan gaplashganimizga ancha vaqt bo'lib qoldi. Oxirgi kunlarda video olmadim. Sizlar bilan oxirgi marta chorshanba kuni gaplashgandim. Iqtisodiyot imtihonidan chiqqandan keyin kecha bitta fan projektni topshirdim. Sizlarga aytdim. Final project topshirishim kerak deb ko'rishmoqchilik o'zi qanday ishlagan joyimdan bitta timelapse olganman. Lekin o'sha sizlarga vaqt bo'lmadi, to'g'risi videoni olganim. Lekin mana hozir men sizlarga nihoyat aytishga tayyorman. Bu yoqda nima qilganimni sizlarga ko'rsataman. Qilganim bitta loyiha deyish o'zbekchada sal noto'g'ri eshitilyapti. Plus proyekt desa bo'ladi. Mana bu yoqda qo'yamiz. Biz bu kursda, bu Gov50 kursi, bu kursda nimani o'rganganmiz? R coding language bor. R dasturlash tili, lekin bu dasturlash tili boshqa dasturlashga o'xshab ilovalarni qilishga emas. Bu statistika uchun ishlatiladi. Qanaqa statistika? Sizda qanaqadir data mavjud bo'lsa, ya'ni qanaqadir ma'lumotlar bazasi bo'lsa, shundan o'zingiz savollarga javob topish. Hozir endi qanaqa bo'lishi masalan tushuntirib beraman. Masalan, mana bu proyektni aytaman. What is the factor most predictive of a high startup industry growth across countries? Davlatlarda startup industriyasini o'sishiga eng asosiy faktorlardan nima o'shani ko'rsatadigan degan proyekt qilganman. Meniki nomi. Keyin introduction nimaga bu mavzuni o'qimoqchiman, xullas masalasini ko'rsatmoqchi bo'lganim. Masalan, mana shu graf o'zim yaratganman. Qanday yaratganman? Coding language bor o'sha. Hozir bu yerda ko'rsataman-da. RStudio degan RStudioda bo'ladi. Polni ham kod yoziladi. Shuni holatda men bu narsani chiqarib bergan. Menda nima bo'lgan? WIPO degan tashkilot bor, Jahon intellektual mulk tashkiloti. Shularning datasi bor, datasetini ichidan olganman. Davlatlarda startaplar qanchalik ketayotganini 1 dan 4 gacha baholayda ko'rsa bo'ladi. Masalan, 4 eng yaxshisi, masalan, Amerikalar 4 ta, bu yoqda yana 4 emas, 3 larga Avstraliya turibdi, Kanada 3 turibdi. 4 ga yaqin mana bu yoqdagi davlatlar, bu adashmasam Skandinaviya davlatlari masjidi bo'lishi kerak. O'zbekiston, bizda ham O'zbekistonda ham ko'rsatib oxirgi yillarda rosa o'sgan. Oldin adashsam 0 atrofida bo'lgan, lekin oxirgi yillarda 1-2 atrofida turibdi. Nasib qilsa bundan ham oshishga. Demak, qildim proyekt, nimani o'rgandim? Datasetlardan qanaqa qilib savollarga javob olish. Meni savolim nima bo'ldi? Demak, davlatlardagi startup industriyasi o'sishiga asosiy sabab nima? Birinchi shundan boshladim. Demak, qo'shdim davlatlarda o'zi qanaqa o'sgan startup industriyasi. Men ishlatayotgan datasetim haqida ma'lumot, masalan,
nechta davlat qatnashganligi, mana bunaqa qo'shimcha o'sha davlatlar necha pul ishlatdi, ta'limiga qancha sarflaganligi, davlatni siyosiy stabilligi yoki davlatni hokimiyatni qanchalik effektiv ishlashi, qancha moliya bor marketda investment uchun, tadqiqotlar qanaqa qilinadi. Bu mana data setda ishlatilgan ma'lumotlar. Keyin u bilan table yaratganman. Qanaqa bo'ladi table? Mana qarasanglar, shu faktorlar ta'sir qilishi mumkin bo'lgan. Masalan aytaylik, ta'limda qancha pul sarflagan, ta'limga GDP'sini bir foiz sifatida. GDP bu yalpi mahsulot, ya'ni shu davlatning iqtisodiyotidan qancha kattaligini tushuntiradigan narsa. Masalan, qanchalik ta'sir qilishi mana bu liniyada bundoq koeffitsiyentlar bilan ko'rsatdik. Endi bu tushuntirish juda hozircha qiyin narsa-yu, lekin nasib qilsa yaqinda katta video qilaman. Bu semestr davomida ham o'rgangan shu iqtisodiyot kursimda, siyosat kursimda va shu kursimda o'rgangan narsalarni chiroyli video qilaman. Kutib turishingiz bo'ladi. Hop, qiziq narsa, imtihonlar tugadi, darslar tugadi. Hozir deyarli qiladigan ish qolmadi. Hozir qilishim mumkin bo'lgan ish endi shu uxlab turish. Ertaga endi O'zbekistonga qaytaman. Ertaga emas, indinga qaytaman. Endi ertaga sal ko'chaga chiqib, uyga sovg'a olamiz, ustozlarga sovg'a olamiz. Nasib qilsa, hali zo'rga ko'p chiqadi va ko'proq sizlarga foyda bo'lgan, masalan, bitta video chiqaraman debdim hozir. O'sha bir semestr davomida Garvardda nimalarni o'rgandim. Va keyinchalik nasib qilsa agar podkastlarni ham boshlashimiz mumkin. Demak, shunaqa gaplar. Shu bilan imtihon tugadi. Qush samoda uchganda qanaqa free bo'ladi-yu, xuddi shunaqa his qilyapman. Endi O'zbekistonga borganda planlar ko'p. Nasib qilsa zo'r planlar bor. Albatta uni keyingi videoda share qilaman. Agar video sizga yoqqan bo'lsa, iltimos like bosib, izohlarda fikringizni yozing. Nima deb o'ylaysiz imtihonlar haqida? O'zingizni imtihonlar saqlagan maktabda o'qisiz, IELTS topshirib, shu haqida fikrlaringizni yozing. Agar O'zbekistonda universitetda o'qisiz, ular haqida o'zingiz fikringizni bildiring. Imtihonlar qanaqa bo'ladi? Agar boshqa davlatlarda chet elda o'qiyotgan bo'lsangiz, u haqida ham yozsangiz bo'ladi. Harakat qilaman javob berishga kommentariyada. Agar shu video foydali topgan bo'lsangiz, o'rtoqlaringizga yuboring. Bunga ham nasib qilsa, o'zingizga ham nasib qilsa shu seriallarni o'qish. Va asosiysi foydali topgan bo'lsangiz, kurslarni obuna bo'lib qo'ysangiz ham bo'ladi. Keyingi kelajakda videolarimizni ham unutmasdan qo'yib qo'yasiz. Va agar yana yaxshiroq narsalarni kutib olmaslikni xohlasangiz, Instagram va Telegramga obuna bo'ling. Masalan, Telegramga agar obuna bo'lmagan bo'lsangiz, shu videoni ko'rgan bo'lsangiz, o'sha bitta narsani misal qildingiz. O'sha Goftan paperlarimni tarjima uchun kanalga qo'yganman. Desam 30 dan ortiq odam tarjima qildi. Ertaga yoki indinga ulardan orasida eng yaxshisini tanlab, bitta yo'lini zo'r o'zim Garvarddan merch olib boraman, odamga sovg'a qilaman. Shunaqa narsadan o'tib qolib ketmasligingiz uchun, demak, obuna bo'lib qo'yishingiz kerak. Demak, ko'p gapirdim o'rtoqlar. Juda ham xursandman. Endi shu bilan keyingi videolarda ko'rishguncha hammalarga ko'rganingiz uchun rahmat, sog' bo'ling.